Hamma sog'mi, omonmi? Barcha darsga tayyormi? Rahmat, ustoz omonmiz. Bizlar darsga tayyormiz. Barakalla. Unday bo'lsa darsimizni boshlaymiz. Kelinglar, darsimiz avvalida vatan haqida kichik suhbat o'tkazib olamiz. O'quvchilar, bizning vatanimiz qayer? O'zbekiston Respublikasi. O'zbekiston qanday davlat? Mustaqil davlat. Barakalla. O'quvchilar, vatan o'zi nima? Diyoraxon. Vatan bu bizning kingi qonimiz to'kilib tug'ilib o'sgan diyor. Barakalla. Yana. Qani, Sardor. Bu mening prezidentim. Barakalla. Alisherbek. Vatan mening ota-onam. Barakalla. Javohirbek. Vatan ota-onadan boshlanadi. Yashasin. Qani? Vatan bu bizning uyimiz. Juda ham yaxshi. Mehriddin. Vatan bu bizning maktabimiz. Juda ham yaxshi. Qani Fazliddin? Vatan bizning oilamiz. Juda ham yaxshi. Hojiakbar. Chunki qonimizda ustimiz bu. Xo'p, o'quvchilar, qani? Ha. Biz vatanimizni sevamiz. Juda ham yaxshi. Albatta biz vatanimizni sevamiz, a? To'g'rimi bolajonlar? Nima uchun vatanimizni sevamiz? Nima uchun? Qani? Muniraxon. Vatanimiz eng go'zal diyor. Barakalla. Chunki Muhammad Aziz. tinch va osoyishta. Juda ham yaxshi. Oyshaxon. Bizga chiroyli maktablarni qurib bergan. Ziyodaxon. Kasal bo'lganimizda davolash uchun barcha shart-sharoitlar yetarli. Juda ham yaxshi. Muhammad Ziyo. Sport uchun, shug'ullanish uchun hamma sharoitlar yaratib. Juda ham yaxshi. Qani Fayzullo. Chunki biz barchamiz bilim olishimiz uchun juda katta shart-sharoitlar yaratib beryapti. Juda ham to'g'ri. Qani? Chunki ota-onamiz va yaqinlarimiz doim yanimizda. Juda ham yaxshi o'quvchilar. Qarang, biz mana shunday diyorda tug'ilganimizdan, mana shunday diyorda yashayotganimizdan, chiroyli maktablarda bilim olayotganimizdan, nima qilishimiz kerak? Shukrona tuyg'uni qalbimizga singdirishimiz kerak, shukur qilishimiz kerak. Buning uchun bizga mana shunday sharoitlarni yaratib berayotgan kimga rahmat aytamiz? Prezidentimizga rahmat aytamiz. Demak, hamma davlat ham hozir bizni diyorimizchalik, vatanimizchalik tinch farovon emas. Avvalo tinchligimizga shukr. Mana shunday yaratilib berilayotgan sharoitlarga shukr. Bunga javoban biz nima qilishimiz kerak? Rahmat aytamiz. Va yana a'lo baholarga o'qishimiz kerak, o'quvchilar. O'quvchilar, darsimiz nima? Ona tili. Juda ham yaxshi. O'quvchilar, biz darsimiz boshlanishini kutib, ona tili fanimiz biroz mizg'ib qolibdi. Keyin ona tili darsimizni uyg'otib olamiz. Buning uchun sizlar bilan hozir rost va yolg'on mulohazasini o'tkazamiz. Men rost mulohaza aytsam bitta qarshi olasiz, yolg'on mulohazani aytsam qarshi olmaysiz. Hamma tayyormi? Bunda sizdan hushyorlikni talab qiladi. Hushyorlik bilan eshitamiz. Alifbo harflarining tartibi bilan joylashdi. Alifboda 29 ta harf bor. Alifboda 6 ta unli tovush bor. Unli tovushlarimiz talaffuzimizda to'siqqa uchraydi. Barakalla. Undosh tovushlarimiz 24 ta. Tovushlarni eshitamiz va aytamiz. Harflarni ko'ramiz va yozamiz. O'quvchilar, bo'g'inlardan so'zlar hosil qilamiz. So'zlardan gaplar, gaplardan matnlar. Gaplarimiz 3 turli bo'ladi. Xabar mazmuni bildirgan gaplar darak gaplar. So'rash mazmunidagi gaplarimiz so'roq gaplar. Iltimos, maslahat, buyruq mazmunidagi gaplarimiz his-hayajon gaplar. Barakalla. O'quvchilar, so'zlar shaxs va narsaning nomini, sanog'ini, miqdorini, belgisini bildiradi. Gap tugallangan fikrni bildirmaydi. O'quvchilar, mana ona tili darsimizni uyg'otib oldik. Kelinglar endi uzoq o'tilgan mavzularimizni takrorlab olish maqsadida juftlik guruhlarga bo'linib olamiz. Xo'p, juftlik guruhlarga bo'linib oldik. Sizlarga topshiriq, har bir guruhlar bir-biriga savol-javob o'tkazadi uzoq o'tilgan mavzularimiz bo'yicha. Qaysi guruh birinchi bo'lib savol-javob tugatsa, ana shu guruhimiz g'olib bo'ladi. Alifboda 5 ta harf bor. 29 ta so'zlardan sizlar gaplarni kitobiga Sözlerden sözlerden çıkışacağız.
O'quvchilar, mana videoni ko'rdik. Qarang, bizni davlatimizni, yurtimizni butun dunyo taniyapti ekan. Qarang, bizni madhiyamiz butun dunyoda yangrayapti ekan. Mana shu insonlar Amerikada sayohat qilib yurib, biz O'zbekistonlimiz dedi, nima qildi? O'zbekiston madhiyasini qo'yib berdi. Bu bizga faxr, g'urur, iftihorini tug'diradi. Demak, har birimiz kelajakda voyaga yetib, yaxshi kasb egalari bo'lib, o'zingizni egallagan kasbingiz bo'yicha O'zbekistonni yana ham butun dunyoga tanitib, yuksaklarga olib chiqamiz. To'g'rimi? Xo'p, kim kasbni egallab shu bo'yicha dunyoga O'zbekistonni olib chiqmoqchi? Qani? Men katta bo'lsam, harbiy bo'lib, men O'zbekistonni dunyoga tanitaman. Barakalla. Sardorbek? Men polis bo'lib, O'zbekistonni dunyoga taratib, birinchi o'rinni olib kelaman. Barakalla. Durdonaxon? Men katta bo'lsam, chet elga borib O'zbekistonni tanitaman. Juda ham yaxshi, barakalla. Oyshaxon? Men mashhur shifokor bo'lib, O'zbekistonni dunyoga tanitaman. Barakalla, juda ham yaxshi. Demak, O'zbekistonimizni butun dunyoga tanitadigan, O'zbekistonimizni rivojlantiradigan, yuksaklarga olib chiqadigan siz bolalarsiz. Buning uchun faqat a'lo o'qishimiz, olg'a qadam tashlashimiz kerak ekan. O'quvchilar, hozir matematika darsimizda sizlar bilan turli xil didaktik o'yinlarni o'ynaymiz. Biz sirli qadamlar o'yinini o'ynaymiz. Bunda ikkita o'quvchi chiqadi. Ular o'zini qadamida kelgan topshiriqni bajarib o'tadi. Qachonki topshiriqni bajarib bo'lsagina manzilga yetib keladi. Qaysi o'quvchimiz manzilga yetib kelsa, ana shu o'quvchimiz o'yinimizning g'olibi hisoblanadi. Tayyormizmi? Kim ishtirok etadi? Kimdan boshlaymiz? Muhammad Aziz, Muhammad Rasul, qani chiqamiz. O'yinimizning sharti ma'lum-a? Qani Muhammad Rasuldan boshlaymiz. Boshlaymiz Muhammad Rasul. 500 8 Barakalla. 12 72 90 100 85. Barakalla. 13 4 to'rala tomonini ko'paytirib qo'yamiz. Barakalla. 250 7 5000 bu 7000. Barakalla. Ikkalasiga ham 5 baho. Barakalla. O'quvchilar, hozir mana bir necha o'yinlar berilgan. Hozir mana shu o'yinlarni sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. Qarang, bunda g'olib o'quvchilarni aniqlaymiz, o'quvchilar. Xo'p, birinchi o'yinimiz arqon tortish. O'quvchilar, arqon tortish o'yinimiz. Bunda misollar beriladi. Qaysi o'quvchimiz misollarga to'g'ri va tez aniq javob bersa, arqonni o'ziga tortib oladi va g'olib bo'ladi. Tayyormizmi? Xo'p, birinchi qani Akbarjon, Mehriddin, qani chiqinglarchi? O'quvchilar, o'zlaringizga ma'lumki, biz har oyda kitobxonlik tanlovini o'tkazib boramiz. Sizlarga kitob o'qish topshirig'ini bergan edim. Mana shu kitobxonlik tanlovimizda bu oyda g'oliblarimiz Diyoraxon hamda Bibisora bo'ldi. G'oliblarimizni taklif qilaman. Rahmat.
O'quvchilar, sizlar bilan birga juda ko'p kitoblarni o'qidik. O'zingizga ma'lumki, kitob o'qigan insonning ma'naviyati keng, tafakkuri yuksak bo'ladi. Kitob o'qigan inson hayotda nimaiki istagi, tilagi bo'lsa, albatta ana shunga erishish uchun intiladi. Demak, kitob bilim manbai deb bejizga aytilmagan. Prezidentimiz tomonidan ham kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha juda ko'p ishlar olib borilmoqda. Kitobxon o'quvchilarga qimmatbaho sovg'alar bilan kitobxon o'quvchilar taqdirlanmoqda. Biz ham har safar g'olib o'quvchilarimizni taqdirlab boramiz. Bu oydagi g'oliblarimiz Yunusali va Diyoraxon hamda Umirzaq va Bibisora bo'ldi. Men ularga atagan sovg'alarim bor. Sizlarning guvohligingizda mana sovg'alarni o'quvchilarimga beraman. Diyoraxon, tabriklayman. Yine bundan buyog'iga juda ko'p kitoblar o'qiymiz. Bibisora, g'oliblarimizni tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Men Halil va Muqaddas Abdujabborovna 1995-yildan buyon boshlang'ich sinf o'qituvchi sifatida faoliyat olib bormoqdaman. O'z faoliyatim davomida o'quvchilarning yuksak ma'naviyatli, barkamol, yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z bilimim va imkoni boricha harakat qilib kelmoqdaman. Bilim berish bilan birgalikda ularni vatanga muhabbat, vatanparvarlik, insoniy fazilatlar singari tuyg'ularni qalblariga singdirishga harakat qilib kelmoqdaman. Darslarim jarayonida turli xil metod va usullardan foydalanib, o'quvchilarning bilimlarini yanada oshirishga harakat qilib kelmoqdaman. Faoliyatim davomida juda ko'p yutuqlarga erishganman. Tuman viloyat miqyosida o'tkazilgan turli xil ko'rik tanlovlarda bir necha marotaba oliy o'rinlarni olganman. Ayrim kasblarning mehnat samarasi bir necha kunda yoki bir necha oyda bilinsa, biz ustozlarning mehnat samaramiz esa yillar davomida bilinadi. Qachonki biz o'qitgan o'quvchilar hayotda o'z o'rinlarini topganda, qaysidir kasblarni egallab, vatanimizga, xalqimizga xizmat qilishni boshlagandagina bizning mehnat samaramiz bilinadi. Men o'qitgan o'quvchilarni juda ko'plari hozirda hayotda o'z o'rinlarini egallab, jamiyatimizning turli xil jabhalarida yaxshi kasb egalari bo'lib, vatanimizga chin dildan xizmat qilishmoqda. Men bularni ko'rib, bularning yutuqlar erishgan yutuqlarini ko'rib juda ham faxrlanaman. Ayrimlari hozirda o'zim bilan birgalikda hamkasb bo'lib ham ishlashmoqda. Bu meni kuchimga kuch, g'ayratimga g'ayrat qo'shadi. O'quvchilar, xalqimizda juda ham chiroyli qadriyatlarimiz bor, an'analarimiz bor, dunyo tan olgan, dunyo havas qilgan juda ham chiroyli odatlarimiz bor. Bular qo'ni-qo'shni holidan xabar olish, qarindosh urug'lar o'rtasidagi mehr-oqibat, kasalni xabar olish, nochorlarga yordam berish singari juda ham chiroyli bizni qadriyatlarimiz bor, o'quvchilar. Mana bugun sizlar bilan ham qishlog'imiz Muhammadjon akaning xonadoniga borib, ularning holidan xabar oldik, o'quvchilar. Muhammadjon aka yaxshi kasb egasi bo'lgan, xalq xizmatidagi inson bo'lgan. Kasallikka chalinib, bir necha yildan buyon men to'shakka mixlanib qoldi. Biz borib, uni ko'nglini olib, xabar oldik, qancha xursand bo'ldi. Bemor insonni duosini olish, bemor insonni holidan xabar olish juda ham ulug' savob, o'quvchilar. Bemorning har bir qilgan duosi ijobat bo'ladi. Qarang, bizni qanaqa chiroyli duo qildi. Kelajakda siz ham voyaga yetganingizda shunday inson bo'lingki, doim xalq xizmatida bo'ladigan, bemorlarni xabar oladigan, nochorlarga yordam beradigan, saxiy, boy badavlat inson bo'linglar. Mana shu gaplarimni hech qachon unutmang. Kasalning holidan xabar olish bu ulug' savob. Biz endi tez-tez mana shu insonning xonadoniga borib, holidan xabar olib, uy ishlariga yordam beramiz. To'g'rimi, bolajonlar? Men Halim va Mahdaroy 11-sinf o'quvchisiman. 2015-2020 yillarda Halil va Muqaddasxon ustoz qo'lida tahsil olganman. Hozirda 11-sinf o'quvchisi bo'lib, ona tili fanidan A darajadagi, ingliz tili fanidan esa B darajadagi sertifikatlarga egaman. Bu natijalarga erishishimda boshlang'ich sinf o'qituvchimni mehnatlari va bergan tanbehlari foydavor bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi paytda ham ustoz bergan bilimlar va bergan nasihatlari menga yo'l ko'rsatib kelmoqda. Hozirda men Vahob va Azizaxon 11-sinf o'quvchisiman. Oliy ta'lim muassasasiga kirish uchun tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Hozirgi kunda menda ingliz tilidan B darajadagi, ona tilidan B darajadagi va majburiyim uchun matematikadan C darajadagi sertifikatlarga ega bo'ldim. Bunday yutuqlarga erishishimda menga
bilimlarga shunday bilimlarni olishimda birinchi o'qituvchim juda katta hissa qo'shgan. Halilova Muqaddasxon ustoz mening bilimga bo'lgan muhabbatimni uyg'otgan ustoz bo'ladi. Shu ustozni bilimlari, bundan tashqari menga bergan odob axloqlari orqali shunday natijalarga erishib kelmoqdaman va katta hurmat bag'ishlayman. O'quvchilarim, iloyim ilmga bo'lgan ishtiyoqlaring bundan ham baland bo'lsin. Ilm olishda charchamanglar. Bu yog'iga ham aslida bo'lamiz, ozgina vaqtimiz qoldi. Aslida bo'lib, ilohim Allohdan sizlarga omad so'rayman, omadlaring bersin. Kelajakda qaysi kasbni egallamoqchi bo'lsalaring, ana shu kasbni egasi bo'linglar. Xalqimizga, vatanimizga sidq dildan xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lishlaringni tilab qolaman. Sizlarga hamisha qo'llab-quvvatlashda davom etaman bundan buyon. Bizning maktab Quva tumani 37-umumiy o'rta ta'lim maktabi Quva tumanining olis chekka hududlarida joylashgan bo'lib, 3 ta tuman, Quvasoy shahar, Toshloq tumani hamda Quva tumanidan kelgan o'quvchilar tahsil olmoqdalar. Maktabimizda tajribali ustozlardan biri, boshlang'ich sinf o'qituvchisi va metod bo'lash rahbari Halilova Muqaddasxon ustoz haqida gapiradigan bo'lsak, Muqaddasxon ustoz dars jarayonida o'quvchilarga nafaqat bilim, balkim vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarga hurmat, ona yurtga sadoqat tuyg'ularini ham singdirib kelmoqdalar. Ustoz bolalarni mehr bilan tarbiyalaydi. Darslarda davlat ramzlari, ajdodlarimiz merosi va tinchlikni qadrini tushuntiradi. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan ta'lim sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor, o'qituvchilarning jamiyatdagi nufuzini oshirishga qaratilayotgan islohotlar Muqaddasxon ustoz kabi fidoyi pedagoglarni yanada ruhlantirib, samarali faoliyat yurishlariga keng sharoit yaratilmoqda. Maktabimiz prezidenti tashabbusi bilan yaratilayotgan ochiq open budjet, ya'ni ochiq loyihada ikkita tashabbusli loyihada qatnashib g'oliblikni qo'lga kiritdi. Birinchisi, maktabimiz barcha xonalari zamonaviy jihozlar bilan jihozlanib, elektron zamonaviy interaktiv doskalar bilan ta'minlandi. Hamda mana yaqinda kuni kecha qurib bitkazilib topshirilgan zamonaviy stadion ham buni yaqqol misoli bo'lishimiz mumkin. Maktabimizda o'quvchilarimizni turli tuman tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritishmoqda. Yaqinda 3-sinf o'quvchimiz viloyat miqyosida shaxmat bo'yicha viloyat birinchiligida birinchi o'rinda oldi. Karate bo'yicha 4 nafar o'quvchimiz jahon chempionatiga yo'llanma oldi. Shuningdek, qo'l jangi bo'yicha ham o'quvchilarimiz tuman, viloyat miqyosidagi musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritib kelishmoqda. Nafaqat sport, balkim ta'lim yo'nalishlarida ham, fan olimpiadalarida ham o'quvchilarimiz tuman, viloyat miqyosida nufuzli o'rinlarni egallab kelishmoqdalar. Metod birlashma rahbari sifatida ham ustoz vatanga, vatanparvarlik ruhidagi tadbirlar va ochiq darslarni orqali jamoaga o'rnak bo'lib kelmoqda. Chunki kelajakni qurol emas, mana shunday ustozlarni qalbga singgan so'zi va tarbiyasi himoya qiladi.